Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Mana jonajon O'zbekistonimizda fasllarning kelinchagi bahor hukmron qilmoqda. Xususan biza Andijonda mana pavloniyalar gullagan. Qani endi mana shu video suratlar hitlarni ham bera olsa edi. Endi biz shu kunlarda safarga otlandik. Xudo xolasa ertaga Moskva, Rossiya Federatsiya yo'nalishi bo'yicha yo'l chiqyapmiz. Shuning uchun sizlarga ham yurtlarga, Moskvada yurgan musofirlarga e'lon bermoqchimiz. Xudo xolasa borganimizdan keyin yuk, pochta, posilkalarni yig'ishni boshlaymiz. Har bir kilogramm uchun o'rtacha standart 150 rubldan olamiz. Endi buni kilosi, masofasi bo'ladi, uni telefonlasak kelishamiz, xudo xolasa. Hurmatli vatandoshlar, bizga bog'lanib aloqaga chiqmoqchi bo'lgan odamlarga mana shu raqamlarda WhatsApp, Telegram, tramvay nomerlarida 24 soat aloqadamiz. Biz yo'lda bo'lamiz, ishda bo'lamiz. Vaqtida javob bera olmasak, albatta javob qaytaramiz. Telefoningizni ko'tarmasak, soобщение qilib yozib qo'ying. Men albatta telefon qilib sizga aloqada chiqaman. Yana xudo xolasa YouTube kanallarimiz yurgizishga harakatdamiz. Obunachilarimiz ko'payib, ikkita homiylarga murojaat qilganmiz. Xudo xolasa bir katta yangiliklar, ko'p shoular bo'ladi, xudo xolasa. Bizni kutinglar.